Sen beliga urasan. Sizlar chaynagan garmdorini biza chaynamaylik degan. Inson shunaqa yashash kerak. Sen o'lding nima bitta pashsha o'ldi nima farqi yo'q deb bo'lmasi kerak ekan. Har bitta odam Alloh unik yaratganda, ya'ni ikki tomchi suvdek har kuni bir xil o'tayotgan bola hayotida mo'jiza kutmasin. Alloh uchun go'zal qilaman. Mana shu narsani Alloh menga berding, men seni uyaltiraman, men uyaltiraman. yoki yoqtirib qo'yotgan bo'lsangiz, demak uni puli sizga qiziq emas. Oshpaz Mahmud tur ke deyiladimi? Mahmud qori tur ke deyiladimi? Biz qilayotgan ishlarimizni o'zgartirmaguncha erishayotgan natijalarimiz hech qachon o'zgarmaydi. Janubiy Koreyada juda og'riqli mavzu bor, ya'ni farzand tarbiyasi. Boylik o'zgartiradimi desa, yo'q, oldin velikda bo'lsa, hozir gelikda, lekin baribir. O'zbekistonda bir mashhur jumla bor. Shamol bo'layotgan joyda vara. Ilmingiz bormi? Harakatingiz kuchlimi? Iltimos qaytinglar, chunki O'zbekistonda keraksizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh. Hurmatli aziz bizni kuzatuvchilarimiz, bugun Janubiy Koreyada yana bitta quyosh chiqdi desak bo'ladi inshaalloh. Alhamdulillah, Alloh yaratganingga, yetkazganingga, mana shunday aziz insonlar bilan yana birga jam qilib mana shu yerda O'zbekistonni o'zi topish qiyin, mana Alloh o'zi o'zlarini oyoqlari bilan yonimizga keltirishdi. Xush kelibsizlar Umidjon aka, Muhammad aka, xush kelibsiz, Nurnishoh, xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kattakon rahmat. Lazzat restoranida lazzatli ovqatlarni yeb mana suhbat qilishga qaror qildik. Xudo xolasa bizani ko'rib turgan muxlislar hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat kattakon. Hammaga assalomu alaykum. Omonmisizlar? 10 oy bo'lib turib turasa. Bu yerda suhbat qilganimizga shaxs podkast bu Umidjon aka. Umidjon aka aytgandek, ko'p qirrali odam. O'z Alloh taolo bir bandaga minimum bir 12 tami iqtidor berar ekanda. Akam bittasi shu oshpaz bo'lsa, ikkinchisi uni ko'rganingizda bir ajoyib ham jurnalist, ham operator, ham montajyor, hammasi ichida. Rahmat. Alloh saqlasin. Assalomu alaykum hammalarga. Yana bir bor shaxs podkast dasturi Janubiy Koreya poytaxt Seul hamda Lazzat restorani Itaewon ko'chasida sizlar bilan yana bir ilmiy yaxshi bir podkastimizni sizlarga manfaatli bo'ladigan podkastimizni olib boramiz degan umiddamiz. Mehmonlarimiz O'zbekistondan tashrif buyurgan, barcha bilgan Umidjon aka hamda Muhammad Ali do'stimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Assalom. Mavzuni Hozir bular ikkalovlarga ikkita chekka o'tirib olganligidan bitta narsa his qilaman. Sen beliga urasan. Men sizlarga ham shunaqa tuyulyaptimi? Shunaqa? Mayli, boshlaylik qani. Shuning uchun boshladik. Xudo xolasa bismillah, ketmon sizlarga beramiz. Sizlar bizni qayerimiz ko'rsatsangiz, biz rozimiz, Alloh uchun. Umidjon aka avvalam Koreyaga ko'p kelganlar. Hozir endi oxirgi kelganlardan bir taassurotlarini aytsa, bugun tarixiy kun bo'ldi o'ylayman. Siz bir ikki og'iz gapirsangiz. Haqiqatda bunaqa biznes marafonga birinchi kelishimiz, ya'ni Janubiy Koreyaga. Bizaga yoqqan tarafi birinchisi, ochig'ini aytaman, men odatda o'zi unaqa maqtamayman. Ovqatni yarmini olib qo'yib turib, o'zi dieta deydimi, yana qaytib olib keldim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qo'li shirin ekan. Rahmat katta. Sizniki bo'lsa agar. Maza qildik. Keyin ikkinchisi, haqiqatda bu yerda yig'ilib, jamiyat birlashayotgani, eng qiziq tarafi dardlari ham bitta bo'lganligi bu ta'sirli. Chunki ko'p joyga boramiz, ko'p joyda bo'lamiz. Hammada ham bunaqa dard yo'q. Ko'tarilgan birinchi dard bu insonlar shu yerda ishlayotgan ekan, pul topayotgan ekan, lekin nima dardi desa, bu aksariyat holatda butun davlatda, ya'ni o'zbeklar ishlayotgan joyda o'sha bolani tarbiyasi va ularni olayotgan bilimi bo'ldi. Keyin qolganlari albatta bu o'sha biznes marafonda ham so'ralgan savollar, berilayotgan savollar, qanaqa o'sishga, qanaqa kelajakda yo'l yo'riqlar qaysiki, o'sha sizlar chaynagan garmdorini biza chaynamaylik degan har xil yaxshi savollar bo'lishdi. Bu bilan ulashib haqiqatda biza o'zi asli energiya olamiz. Hozir ham ukalarimiz, akalarimiz turib shu savolni so'rashdi. Energiyani qayerdan olasan desa, yaxshi insonlar bilan ko'rishsa zo'r energiya bo'ladi. Buni his qilasizlar. Bu yog'iga Xudo xolisa yaxshi insonlar bilan bo'lib
energiyalarni olish foydali bo'ladi. Bandagi taassurot, endi Muhammad Ali o'zingiz taassurotlaringizni aytsangiz, xursand bo'lamiz. Men ham kelaverguz koreyalik bo'lib ketdim. Mezbon desangiz bo'laveradigan. Shu har safar kelganda ko'p yaxshi narsalar kashf qilyapmiz. Boyagi bizni vatandoshlar o'rtasidagi jipslik tobora kuchayib borayotganidan rosa xursand bo'lyapman nimagadir. Yangi kelganlarni tezroq ijtimoiylab ketishi, ijtimoiylashuvi hujjati bo'lsin, oyoqqa turishiga yordamlash jihatdan kecha Chunchonga bordik mana. Muhammadjon akam baraka topsin. Shu kishilar, boshqalar hammani bir 1000 ga yaqin odamni boshini birlashtirib, ham ilmni atrofida, ham biz O'zbekiston bu yerdagi yuzimiz dog' tushirib qo'ymaylik deb mas'uliyat his qilib yashash katta narsa-da bu juda ham. Xudo siylasin. 105 ming dedi bugun elchi janoblar. 100 mingdan oshdi bu yerdagi o'zbeklar, bu juda katta narsa. Boshqa davlatlar bilan solishlasak. Va yuzimiz yorug' bo'lsin. Bu yerda ma'lum ilmlarni olib, kimdir vatanga qaytib xizmat qiladi, kimdir shu yerdan turib vatanga yordam qiladi. Muhimi yordamimiz tegib, foydamiz tegib o'taylik bu dunyodan. Inson shunaqa yashash kerak. Sen o'lding nima, bitta pashsha o'ldi nima, farqi yo'q deb bo'lmasi kerak ekan. Har kuni sizni tirikligingizdan har kuni butun insoniyat nimadir manfaat olib turish kerak. Chunki inson hech bo'lmaganda kun davomida 5 ta yaxshilik qilish o'ziga vazifa qolish kerak, hech bo'lmasa. O'ziga emas, odamlarga, insoniyatga, jamiyatga. Yurib ketyapsiz, yerda bitta aklashgan yomon narsa yotibdi, bir axlat deymiz, usul deymiz. Shuni olib qo'yishingiz o'zi bitta yaxshilik. Ya'niki bu odamni tirikligidan insonni meshincha bo'lsa ham foyda ko'rdi. Ana shunaqa foydalarni sekin-sekin yig'ilib oxiri katta bir ne'matga aylanadi. Boya masjidga ketishda Jamshid akam bilan gaplashib turdik yo'lda. Payg'ambarimiz alayhissalom oldiga bir sahoba ikrom keldi-da, savol so'radi. Yo Rasululloh, yangi musulmon bo'lgan. Men iymonga kirishim, islomga kirishimda avval boy edim. Rosa ko'p ehsonlar qilgan ekanda. Shuncha ehson qilganmiz. Endi buni iymonga kirgan odamni avval gunohlar hammasi o'chib ketadi-ku, nol bo'ladi onadan tug'ilganda. Biz u yaxshiliklarimiz nima bo'ldi deydi. Shuncha qilingan ehson nima bo'ladi endi? Ajoyib savol. Shunda aytgan ekanlar shu mazmunda sizni o'sha hamma qilgan ehsoningiz sizga islom bo'lib keldi deydi. Alloh taolo hammasini sizga iymon ne'mati qilib berdi deydi. Shuning uchun bu yaxshiliklar hammasi yig'ilib zoya ketmaydi. Albatta bir katta ne'mat bo'lib keladi inson o'ziga. Odamlarga, jamiyatga, insoniyatga yaxshilik qila turib, aslida inson o'ziga yaxshilik qilayotgan bo'ladi. Kimgadir qarzdir, kimgadir ehsondir, kimgadir yordam, vaqt, e'tibor bera turib, o'zi asli o'ziga yaxshilik qilayotgan bo'ladi. Bu ruxsatmi gapiravering? Ha, eshityapman. Talabaman. Mashina olsam inshaalloh. Yo'lim bo'lsa, kimiki chiqsa olib ketaman. Tekinga, manzillarga borib qo'yaman. Va pul olmayman deb niyat qilganman. Keyin shu dadam yordam qildilar. Nexia 2 mashina. Oilamiz birinchi marta mingan mashinalar. Va qishloqqa qaytishda Sobrahimda ko'prik tagida shuncha odam turadi. Olib ketamiz deng. Va shu Jizzaxga, Sirdaryoga tushib qolishadi. Hammalardan faqat duo olaman. Bir yaqinim o'tirib qoldi. Birga qishloqqa ketishimiz kerak. Orqaga endi odamlar ovulay deb to'xtadim. Yosh katta onaxonlar o'tirdi, boshqa. Ketdik-da, tushib qolishayotganda pul beraman degan payt yo'q deb qaysarlik bilan turdimda, duo qilib qo'yasiz deb turib ketdim. Shunda yonimdagi do'stimiz dedi, bekor qildingiz, ha. Rozi bo'lib beryapti-yu, pulni olish kerak edi. To'g'ri, men lekin Xudoga shuna va'da berganman, mashinasam hech kimdan pul olmayman degan. Shu paytgacha olmagan, bundan keyin ham olmayman. Yo'q deydi, u noto'g'ri prinsip. Ya'ni olish kerak edi. Ha, shuni olganim bilan nima u 5-10 ming meni boy qilib qo'ymaydi. Illo mana shu va'damni ustida turganimga, illo mana shu ehsonga bir kun Xudoyim chiroyli javob berar degan bir umidim bor deb o'shanda aytib qo'ygan joyim. Oradan yillar o'tdi. O'sha arzimagan 10 ming, 5 ming, 20 ming pullar dollarlarda qaytib keldi. Uy olmoqchi bo'ldik.
umuman kutmagan joyimdan bir Shavkat aka degan tanishimiz qadrdonim aylanib ketib boriga shukur. Umuman boshqa odamlar o'zidan kelib mana shu pul sizga topganingizda qaytarasiz boshqa deb turib juda ko'p ishlarimizda umuman kutmagan joyimizdan odamlar kelib yordam bera boshladiki. Bir o'ylayman, o'sha onaxonlar duosimikin yo boshqa bir otaxonlar duosimikin. O'sha narsalar karrot qilib ming barobarlar bo'lib turib hayotimiz qaytib keladi. Shuning uchun bilishimiz kerakki, har bir ehson, har bir yaxshilik Alloh taolo yaxshilik qiluvchi bandalarni ajrini zoya qilmaydi deydi. O'zimizga yaxshilik qilayotgan bo'lamiz o'z aslida. Keyin shu joyiga bitta qo'shimcha. Albatta. Bu voqeani hozir eshitib turib, o'zingizga ham esingizga tushadi-yu. Men endi bizani uyda mashina bo'lgan odamlarda, lekin men repetitorga o'sha peshkom borardim. De olib ketmaganda suvda men hali katta bo'lay, men mashina olsam, xuddi shu Muhammad Ali niyat qilgandek shu narsani niyat qilgan edim. De keyin bo'lgan voqea hozir Muhammad Alini eshitib turib holat bo'ladi, shoshasiz. Shoshganda sizlarga ham tavsiya, sizlarda ham bo'lgan bu narsa. Shoshgan paytingizda niyat qilgansiz-ku yoshligingizda qasd qilingan, ya'ni men shunaqa bo'laman deb qasd qilganman-da. Shu yo'lda o'tib ketayotganda bitta katta onaxon to'xtab turganda men o'tib ketib qoldim. Ya'ni tez yurganimga yoki shoshayotganimga, qisqasi har qanaqa bahona bor-da. O'tib ketdim-da, xayolimni o'tkazolmayman. Yo mendan keyingi odam oladi deyapman. Sekundlarda bo'layotgan narsa. Mendan keyingi odam oladi deyapman-da. Lekin umid seni kimligingni, qanaqaligingni tasdiqlashing deyapti. Miyada o'zim bilan o'zim urishyapman. Tasdiqlashing, qancha o'tib ketgan bo'lsang ham to'xtab, orqaga qaytib olib ketishing deyapti. Miya nastroykasi. Ya'ni sen hozir borib qaytib olib keta olasanmi? Keyingi odam olib ketmaganini ham bilishing uchun deyapti. Bo'lmasam uje bir taxminan 1 kilometrcha o'tganman hozirgi o'zim bilan urushayotgan paytda. O'shanda qaytib keldim. Bo'lgan voqea, qaytib keldim, u ona turgan ekanlar. Yo'lim endi teskari bo'lsa ham olib ketaman deyman. Ya'niki o'zimga qasd qilmay, meni yo'lim bo'lmasa ham, boshqa yo'l bo'lsa ham olib ketaman deyman. O'tkazdim mashinaga. Bo'lgan voqea, ikkita qizdan keyin taxminan 6 yil farzand bo'lmadi. Qilmagan anaqamiz qolmadi. Haqiqatda boshqa yo'lga aytdilar. Men oldim. Uje anaqa bo'layotgan bo'lsa ham, men oxirgacha olib boraman deyman-da. Olib borib tashlaganimdan keyin bilasizlarmi duo jufti bilan o'g'il bersin deb duo qildim. Rostdan. Ya'ni 6 yil farzand bo'lmasdan men kerak bo'lsa anaqa Kiprlarga olib borganman-da. To есть nima qilish imkoniyati bo'lsa, hammasini qilishdi-da. Lekin bo'lgan voqeadagi holat o'sha ayollar onaxonni jufti bilan ikkita o'g'il farzand bersin. So'ramayapman men. Duo qiling degan bo'ldi, lekin nimaligini so'ramayapman. Shunaqa duo qilganlar mendagi hali aytilgan holatda duo qilingan odamni bilmaydi-ku odam ko'p holatda deyildi-ku, o'sha duo kelib turdi o'zi menga. Men aynan o'sha duoni o'sha insonga tegishliligini bilganman deb o'ylab turgan edim haligi so'ralgan paytda. Sizlar bilan she'rsa qilgim keldi. Chunki aksariyat holatda bu narsa sizlarga ham keladi, o'zi ko'p holatda o'shanda luchi orqaga qaytish kerak ekan. Endi bizani ko'rib turgan, ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan insonlar bu kamerani orqasida qancha odam turganini ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biza yaxshi chiroyli suhbat bilan gapni boshlab oldik, lekin orqada taxminan 20 dan oshiq odam o'tirishibdi. Shu bois mastermind degan strategiya qilamiz, ya'niki ular bizga savollar berishadi va bu savollarga iloji boricha o'zimizning fikrimizni beramiz. Foydali bo'lsa, albatta qolgan insonlar bilan, qolgan davlatdagi insonlar bilan yoki o'sha insonlarga ulashib qo'yishinglarni istaymiz. Kommentariyalarda anaqa izohlarni bosasizlar. Savol: muvaffaqiyat sirlari individualni, ya'ni har bir shaxsni o'zida kelib chiqqan holda muvaffaqiyat qanday? Buni men sizga raqamlar bilan aytishni xohladim. Nega? Sababi ko'p inson hali biznes marafonida ham aytdim, ko'p inson mafhum narsalarga ko'pincha tayanib qoladi.
ya'ni omadga yokida o'sha insoniyatga mafhum bo'lgan narsaga tayanishni boshlaydi. Hozirgi savolingizda o'shanga taqadim nega? Sababi haligi aytilayotgan muvaffaqiyat har bitta insonni o'ziga taalluqli, lekin muammo har doim odatiy bo'ladi. Ya'ni nima degani bu desa, 2 kere 2 4 to'g'rimi? 2 aniq, ikkinchi 2 ham aniq va natija 4. Lekin musulmon inson natijani Allohdan deb biladi. Sababini insoniyat qilish kerak va natijani Allohga tavakkal qilish kerak deb aytadi. Shu joyda juda nozik tochka bor. Bu nima degani desa, agar ikkalamiz aytaylik universitetga kirishga harakat qilayotgan bo'lsa, bizani ikkalamizdagi holat o'zimizdan kelib chiqib, ikkalamizga berilgan natija ham individualniy bo'ladi. Ya'niki siz o'sha harakatni qilsangiz ham, men o'sha harakatni qilsam ham, sizniki bilan meniki farqli o'raloq har xil chiqadi. Nega? Har xil vaziyat. Bu sizni bilim darajasiz bo'lsin yoki meni bilim darajam bo'lsin yoki vaziyatim, yegan ovqatim, hamma narsani yig'indisi bilan bu farqlanadi. O'shaning uchun natija sizniki emas deb qaraladi. Aytmoqchi bo'lganim, muammo aniqmi? Ha, ikkalamiz muammoimiz aniq. Ikkalamiz universitetga kirishimiz kerak. Lekin o'tdagi ichidagi muvaffaqiyat qanaqa baholanadi desa, sizniki alohida, meniki alohida. O'shaning uchun har bitta muvaffaqiyatga erishgan yoki nimadir ish qilgan insonlarni essiz, har bittasini javobi o'zidan kelib chiqib har xil bo'ladi. Endi buni o'ziga moslash strategiyasi qanaqa bo'ladi desa, Amerikada zo'r strategiya o'rgatishgan. O'sha hali CPA degan so'zni agar ma'nosini aytib bersang, men senga 5 baho qo'yib beraman deb aytganda ko'p o'qituvchilar. O'shanda copy paste and assemble degan so'zni ishlatgan. Ya'niki sen muvaffaqiyatli insonni qaysidir holatida o'sha muvaffaqiyatga erishgan holatini eshitdingmi, uni kopiya qilishga harakat qil. Lekin o'zingni amaliyotingga qo'yayotgan paytda sen xohlaysanmi o'sha paste deydi, ya'ni amaliyotga tushirayotgan paytingda uni xohlasang, xohlamasang, xohlagan taqdiringda ham, xohlamagan taqdiringda ham o'zgaradi degan so'zga ishlatishadi. Nega? Chunki u inson hech qachon siz bo'la olmaysiz, men hech qachon siz men bo'la olmaysiz, men siz bo'la olmayman. O'shaning uchun berilayotgan natija muvaffaqiyat shaxslarga nisbatan o'zgaradi. O'shaning uchun hozirgi aytgan savolingizda uspeh har doim individualniy bo'ladi, problema har doim обычный, ya'ni odatiy bo'ladi. Lekin uni shaxsga nisbatan o'zgarishi bu tabiiy hol va buni shunaqa qabul qilish kerak. Sababi hozirgi aytilgan 2 kere 2 to'rdagi holatda ham meni yozishimdagi 2 ni ilmolari, ko'zlari har xil bo'ladi. Meni yozadigan to'rimni ham darja ilmolari, ko'zlari har xil bo'ladi. O'shaning uchun bunga qaralayotgan paytda muammo har doim odatiy, hammaga tegishli bo'lgan muammolar keladi, lekin uni vazifasi va bajarilishi, erishish yutug'i olgan 84 ball olishingiz universitetga kirayotgan yoki menda 85 chiqishi hattoki bir xil chiqmaydimi? 84 hali 2 kere 2 da 4 chiqayotganda bir xil chiqmaydimi? Uni qabul qilishimizni, olishimizni va kelajakda ishlatishimizni baribir farqlanadi. Ustoz, qo'shimcha qilib ketsam, ustoz juda yaxshi narsani aytdilar. Ya'ni ikkita inson bir xil ish qilganda ikki xil natija bo'ladi ba'zan deb. Bu o'sha odamdagi baraka deb tushunsak ham bo'ladi, bunday olib qarasak. Shu hammada har xil bo'lgani uchun odam o'zini boshqalar bilan qiyos qilmasligi kerak-da. O'zini diapazoni bor. O'zini eng maksimum cho'qqisida yurishligini omad yoki muvaffaqiyat desak bo'ladi. Ya'ni erishish mumkin bo'lgan eng yuqori nuqtasida yura olishligi. Uning uchun nima qilish kerak desam, agar har kuni bir xil ish qilayotgan bo'lsa inson har doim erishib kelgan natijasiga rozi bo'lish kerak. Ya'ni o'zgarmaydi u. Biz qilayotgan ishlarimizni o'zgartirmaguncha erishayotgan natijalarimiz hech qachon o'zgarmaydi. Qo'shimcha narsa qilib keyin natija kutsak bo'ladi. Ya'ni 2 tomchi suvdek har kuni bir xil o'tayotgan bola hayotida mo'jiza kutmasin. Bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Omadga tayanmasin, haliga aytiladi. Ustoz aytgan mavhum narsani kutmasin. Sababini qiladi, sababini qilishligi avvalgidan kamroq uxlaydi, ko'proq diqqatini jamlaydi, ko'proq ilm o'qiydi, ko'proq amal qiladi va avvalgida yashamayapti endi. Bir oy oldingi u bilan bu oydagi u farqi bor. Tasavvufda bir go'zal gap bor. Wird ko'paymasa, vorid ham ko'paymaydi degan.
Wird degani vazifa inson kundalik qiladigan ishi. Ya'ni zikri bo'lishi, ibodat ichida-da. Ya'ni qancha ibodat, qancha zikri bo'lsa, o'shancha baraka yog'iladi har kuni. U ko'paysa, yog'iladigan narsa ham ko'payadi. Ko'paymasa o'zgarmaydi. Shuning uchun biz avval qiladigan ishimiz u ikki xil narsa bilan o'zgaradi. Birinchisi insonning ichidagi dunyo qarashi, ixlosi, himmati o'zgarishi kerak, keyin harakati o'zgarishi kerak. Undan keyin boya natija o'zgaradi deb o'ylayman. Yana bitta shu joyiga misol. Ana dard boru, buni otasiz. Otgan paytingizda birinchi otish bilan mininchi otishda farqi bo'ladi. Birinchi otganingizda boshqacha bo'ladi, mininchi otganingizda boshqacha bo'ladi. Lekini bor. Agar siz umringizda birinchi marta otayotgan bo'lsangiz, o'sha otgan paytingizda o'rtasiga tep qolsa, nima deysiz? Mana omadim keldi deysiz. Nega? Chunki sizni kutilmaysiz, umasaydi. Endi xuddi shuni teskarisi. Agar mininchi marta otgan paytingizda u o'rtasiga emas, boshqa yoqqa tep qolsa nima bo'ladi? Siz xolismi, xohlamaysizmi? Aytasizki, "Meni bugun omadim kelmadi" deydi. Nima bo'lyapti desa, u insonga nisbatan kutilmasiga nisbatan o'zgaryapti. O'shaning uchun men hali boshida harakat qilib tushuntirishga tayanish kerak emas. Sababini hozir Muhammad Ali aytganlaridek, sababini uni shu darajaga olib chiqmaguncha unga tayanib xud qilib olmang. Boya o'tirib suhbat qildik-ku. Shunda aytaman desam ozgina gap cho'zilib ketar ekan, ustozlarga ruxsat beraylik. Aniqroq ustozlar ketaversin, bizga ruxsat bersinlar deb suhbatni boshlaylik deb berga nasib qilgan ekan. Sulaymon alayhissalom jamiki yer yuzidagi mol-mulk yoki maxluqotlar deymizmi, nabotot, hayvonot hammasi bu kishiga xizmatga intildi. Ya'ni Xudoy taolo tanlab bir nabiy qilgandan keyin har xil hayvonlar kelib turib, o'zidagi bor salohiyatni aytib, men senga shunaqa foydam tegishi mumkin deb o'zlarini maqtay boshladi. Shunda bir qush keldi. Keldida aytdi, men dedim, yerda tagida nima borligini ko'ra olaman dedi. Alloh shunaqa qobiliyat bergan ekanda. Chunki ko'rish hammaniki har xil, ilonlarni ko'rishi bor, internetga kirib ko'rilsa agar qizil rangdagi qaysidir issiqlik bilan ko'radi. Bizni ko'rishimiz bilan burgutning o'zi yer bilan osmoncha farqi bor-da, ranglar va aniqlik jihatdan. U aytayaptiki, meni o'zingiz bilan birga olib yursangiz, lashkaringizga juda ko'p foydam tegadi. Yerda tagida nima borligini ko'raman dedi. Qayerda qancha ma'dan, qimmatbaho toshlar bor, qayerda suv bor, hammasini ko'raman dedi. Shunda boshqa bir qushni g'ayirligi keldida, "Ey payg'ambar" dedi. "U maqtanadi. Ovchini daraxtni tagiga qo'ygan tuzog'ini ko'rmaydi, tushadi-yu, lekin yer tagini ko'raman deb senga da'vo qilyapti. Yolg'on gapiryapti" degandek gap qildi. Shunda bunday qarab aytadiki, "Ey falonchi, menga hasad qilmagin" dedi. "Meni qazoy qadarimga yozilib o'sha ovchini tuzog'ini ko'rmay qolib tuzoqqa tushishim Alloh taolo menga yerda tagini ko'ra olish qobiliyatimni botil qilmaydi" degan ekan. Tushunasizlarmi? Ba'zan o'sha devorning orqasida nima borligini hatto biladigan, daqiq ko'zi ochiq, tuppa-tuzuk ziyoli yoki hech qachon u odam xato qilmasa kerak degan odamda xato ko'rib qoladigan bo'lsak, aytgandek ustoz aniq o'rtasiga uraman degan paytda boshqaga ketadigan bo'lsa, bu ba'zan g'ayri ixtiyoriy bo'lgani uchun taqdirdan deyiladi. Qazoy qadardan deymiz. Biror xatomizdan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun inson ustoz aytgandek haligi sabablarni qilish kerak, lekin natijaga javob berib yormaslik kerak ekanda. Komonni biz otamiz, o'qini Alloh tekkizadi dedi. Do'stimiz shunday savol beryaptiki, O'zbekistonda juda ko'pchilik chet davlatlarda har xil videolarni ko'rib, qiziqib, ana shu euforiya bilan Koreyaga kirib keladi va Koreyada u o'zi tasavvur qilgandek yoki internetda ko'rgandek olamni ko'rmaydi. Va juda ko'pchilik talabalar ozmi ko'pmi qiynaladi va kunlik ishlarga chiqib ketib qoladi. Ana shu kunlik ishlar qanaqadir odamni orzu havasini yeb qo'yyaptimi yoki o'zi qanaqadir katta bir maqsadga kelishmoqchi bo'lishadi-yu, kelgandan keyin qandaydir aldanib qoladimi, ularning maqsadlarini yana qaytadan
bir rejasiga tuzib olishga va maqsad sari yurishga bir qanaqadir fikr bersangiz va mana shu faqat ishga berilib ketayotgan va sug'ur kuniga aylanib qolgan kunlarini bir yaxshiroq millat uchun, davlat uchun foydaliroq bir samarali qilish mumkinmi kunlarini? Bo'lmasa men birinchisiga savolga javob beraman, Muhammad Ali ikkinchisiga berasiz. Birinchisiga menga bitta narsa keldi hayolimga. Hojiboy Tojiboyevni bir gapi bo'lgan edi. U achinarli gap edi, lekin uni askiya qilib chiqib gapirgan edi. Ya'ni nima edi desa, kimsan sen deganda, men ustozman desa, o'tay chetga deydi. Ikkinchi odam keladi, "Sen kimsan?" deydi. "Men traktorman" desa, "Traktorchiman" desa, "Ana to'riga olib chiqqin" deydi. Bu o'zi asli o'sha davrdagi eng yig'lashi kerak bo'lgan narsani kulib olib chiqilgan holat edi. Ya'ni gastrobayter yoki hozir qullik deb turib kelayotgan narsa o'zi aslida negizida nima yotibdi desa, qilingan siyosat yotibdi o'zi o'sha davrdagi. Men endi qo'rqadigan anaqamiz ham yo'q o'zi asli. Nimaga? Chunki buni olib chiqish kerak, gapirish kerak. Lekin kechiginda bo'lgan voqea qaniydi Hojiboy Tojiboyev yana tirik bo'lganlarida rostdan o'zgarayotgan narsani ko'rardilar. Chunki hozirgi yoshlarimiz kim bo'lasan desa, qo'rqmasdan ustoz bo'laman deyapti. Nega? Chunki o'sha ustoz bo'lib, ilmli bo'lsa, o'zgarayotgan holatni ko'ryapti. Qatta bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda shunaqa o'zgarish bormi desa, shu siyosatni qo'llagan insonlarga ani qo'pol qilib aytganda nima qilasan? Siz tiz cho'kib rahmat aytaman deydi-ku. Ishtirokchi, qancha ishtirokchi eshitgan bo'lsa ham, qatnashgan bo'lsa ham, avvalo prezidentimizdan shu narsalar o'zgaryaptimi desa, o'zgaryapti. Lekin negizida nima ta'sir qildi desa, shu narsalar ta'sir qildi. Tegida. Agar ilmli bo'lib turib o'sha davrda qilinganda, biz hozir u qiyinchilikda yurmasdik-ku, bo'lmasdi ham. Hozir nima qilyapti desa, insonlar musofirchilikda yashab qiynalayotgan holatda o'zi go'sht yemasa ham, restoranga chiqmasa ham nima qilyapti? Bolasini o'qityapti. Mana biznes marafonga 400 kilometrdan yurib keldim dedi. Umid aka 400 kilometrdan siz bilan Muhammad Ali bilan gaplashishim kerak edi. Nimaga desam, o'g'lim 9-sinf nima qilishni bilmayapman, o'qimayapti. Nima qilay? Men hozir hamma narsa qilib ko'rdim deyapti. Pulini beryapmiz, o'qitamiz, qiynalyapman, yordam bering. Ona ham shu yerda, ota ham shu yerda. Oddiy misolda, lekin o'sha narsani men endi qabul qildim. Meni O'zbekistonga borsa ko'rishtiring, rasmga oldim, meni o'g'limni uchrashtiring, o'g'lingizni uchrashtiring. Bir ikkita gap gapiraman, lekin meni yomon ko'radi, 3 yildan keyin rahmat aytadi. Bu narsalarni bemalol hozir o'zgartirish imkoniyatimiz bor. Qilishimiz kerak. Sizlarni dardinglar ko'tarilayotgan mavzular ham o'zi asli shu. Hammamizda nima ko'tarilyapti desa, najot ta'limda. Endi ikkinchi savolingizda o'sha insonlar qanaqa qo'yilishi kerak deyotganda, hozir endi ikkinchisiga ham ozgina qo'shib aytib ketaman, Muhammaddan rozi bo'lasiz. Insonlarning missiyasi yo'qligida. Ya'ni ko'p insonlar hayotga nima keldi, nima qo'yyapman, missiyam nima degan narsani belgilab olish kerak. Bizani o'sha Millat umidi podkastimizda oxirgi Said Ahror aka juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Tavsiya qilaman bizani ko'rayotganlarga ko'rishligini. Chunki o'sha missiya inson, har bitta odam Alloh unik yaratganda, ya'ni yagona, o'zini bitta qobiliyati bor, qolgan insonlar bilan farqlanadi. O'sha narsani belgilab olish kerak. Mana hozir aytasiz, ITda o'qidim, 6 oy o'qiganimdan keyin bildimki, u menga emas ekan. Bu narsa boshqa insonlarda ham bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma insonda bo'ladi. O'sha Said Ahror akani aytgan gaplarida Westminsterni bitirgan bola o'sha missiyasini belgilab qo'y boqish yoqar ekanda. O'sha missiyaga, o'sha qo'y boqishga kirib ketgandan keyin bilasizmi, uchastka oldim, uy oldim, hamma narsamni erishdim. Lekin shundan uyalganman vaqtida deyapti. Lekin uni miyasida o'sha Olmazor rayonidagi qatta qo'yga narsasi sholisi sotadi, qatta kepigi sotadi, hamma narsani bilar ekan, har doim o'ylab yuradigan narsani men bir hafta yozdim. Оказывается, deydi, men deydi qo'y boqishni yaxshi ko'rarman. Qo'y boqqandan keyin o'sha muvaffaqiyatga erishyapti. Oddiy misolda nima qildi desa, u o'ziga yoqadigan narsani
определенiyasini bilib oldi. O'zi aytganingizdek, ijtimoiy tarmoqda hamma ergashayotgan narsasida emas. Alloh har bitta insonni o'zini missiyasi bilan yaratgan uni. Faqat shuni belgilab olish juda muhim. Qayerda meni yoqtiradigan narsam? Nimada ko'ra olayman? Nima o'zi asli yoqadi desangiz, o'zi bir hafta siz ham haligi Said Ahror aka aytgan narsani yozib yursangiz bor-ku, o'zi hayron bo'lib qolasiz. Yo'q, men shu narsani yaxshi ko'ramanmi? O'shanga ursangiz, marra sizniki bo'ladi. Men finansistman, ta'limga qanaqa kirib qolding-ni? Oddiy misol-da. Qo'limizni tekkizamiz, yururganda cho'g'asi. Oddiy misol. O'zim finansistman, mana bilasizlar. Lekin shu ta'limga holatida o'sha duolar bilan boshqasi bilan parallelniy hobbi bo'lgan menda. Keyin hobbi anaqaga asosiy anaqaga o'tib ketgan. Menda salgina haligi savol tug'ilardi. Men shu savolimni to'g'rimi, noto'g'riligini o'zimni haligamni sizlar borliklaringda hali qilib olay, tekshirib olay. Masalan, men Koreyaga kelganimda men ham og'ir ishlardan boshlaganman, og'ir ish qilganman va men o'zim aytganman-da. Masalan, tilni ham bilaman, boshqa ishlar ham qo'limdan keladi, lekin og'ir ishdaman. Keyin o'zim aytganman, "Yo Alloh, sen bugun meni mana shu ishni qilishni xohlabsan, inshaalloh mana shu ishni men bugun chiroyli go'zal qilaman" deganman-da. O Alloh, keyin u sohibonamiz turmush o'rtog'i olamdan o'tgandan keyin yig'laganlarda nimaga yig'layapsiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimdaki bir narsasini yo'qotsa, Allohdan so'rasa, undan afzalini ber desa, beraman deb va'da bergan-ku, desa, meni yerimdan afzali bormidi, yo'q degandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari haligi qildilar, qaysi onamizlar? Ummu Salama onamiz. Men ham aytganman, yo Alloh, men bunga sabr qilaman, menga chiroyli ishlayman inshaalloh va bilaman sen menga bundan zo'rini berasan, sen o'zing va'dang bor deb o'sha ishni chiroyli qilganman-da, qaysi ishni bo'lsa ham. Boya Azimjon akamiz aytib ketdilar, karslar yuqorisiga chiqdik dedilar-ku. Men skladga bordim, shu joyda aytib ketay, mana balkim dars bo'lar. Men skladga bordim. Tilim 0. Skladga borganimda qoplarni tushirdik, keyin haligi poli buzilgan ekan, polini almashtirdi ustasi. Buzunga taxt olib kelib berdik, niqob kelib berdik, almashtirdi, ketdi. Keyingi joyini bo'shating dedi. Qopni tushirdik, usta yo'q. Bordim, polni buzdim. Ko'rdim qanday qilganini. Buzdim polni. Kelmadi, taxtani olib keldim. Kelmadi. Polni qoqdim, bitirdim o'zimda. U taxtani qanday qo'ygansa, xuddi shunday qilib bitirdim. Usta keldi, bunday qaratdi, tushunmadi. Bunisini ham bo'shatinglar dedi. Bunisini ham bo'shatdik. Keyin ketdi. Bo'shatdi, yo'q. Buzdim, yo'q. Taxt olib keldim, yo'q. Uni ham bitirganimda kelib qarab turgan ekanda, keyin chaqirdi. Sen qildingmi dedi. Ha desam, bo'ldi. Soat 3 bugun ish senga tugadi dedi. Xonasiga olib kirdi, ikkalamiz gapiryapti, tushunmayman. Va, dedi, sen unaqa gaplashaman, dedi, tushunmayman, deb turib. Choy, kofe, okey deb o'tirdik. 6gacha javob berdi. Ertasi kuni vaqt keldi dedi. Ketdik. Direktorni xonasiga olib kirdida, mana shu yoqqa jahon kartasini ilishimiz kerak dedi. Shunga ramka yasashimiz kerak dedi. Teshishimiz kerak, qotirishimiz kerak. Menga aytayapti. Mana unga mana shunaqa narsa kerak dedi. Chizib ko'rsatdim. Yoqqa chiqasan, o'ngga yurga, chapga borasan, yoqqa xullas olib kelasan. Bordim, o'sha yerda nima borligini ko'rib oldimda, keldimda ishlatgan paytimizda bunday qaradim. Mashetka degan joyda men o'sha mashaqa nima keligini bilaman-ku, yugurib ketdim, to'xta, hali aytganim yo'q deyapti. Borib o'sha narsani olib kelsam, ha dedi. Keyin mix kerak bo'lganda mixni nimaligini bilmayman, karishchasini. Molotokni bilmayman. Ushlab turibman-da, shunday ushlab turibman-da. Dedi-da. Endi haligi mazaqa ishlayapti-da. 4-kuni sen brigadir desa bo'ladimi? Senga qo'limga 4 ta karsni berib ishlatasan dedi. Nima qilishni bilmayman. Men o'zbekman, karsni qo'limga berib bor brigadir dedi. Ularga borib desam, bunday qilamiz, qilinglar bo'lmasa deyman-da. Endi to'g'ri o'zim boshida turib hali qildim. Ya'ni demoqchimanki, hozir mana ko'p yangradi-da. Men o'g'limga aytaman, yoki ishxonamizga, oshxonaga bolalar keladi-da. Dedim, ko'zidan, qo'lidan ko'rinyapti-da, bu ish yoqmayapti. U majbur ishlayapti. Men aytdim, oshna, senga bugun Alloh mana shu ishni berdi. Prosta chiroyli qilib, go'zal qilgin. Yoqmayotganini bilaman. Balki Lazzat restoran menga ham yoqmayotgandir, balki. Meni o'zimning orzu-havaslarim bor, boshqalardagi ishlarim bor. Lekin bugun menga restoranni xohlagan nima ish bersa Alloh, uni chiroyli qilaman. Inshaalloh Alloh uchun go'zal qilaman. Mana shu narsani Alloh menga berdi, men seni uyaltirman, meni uyaltirmagin deb qilaman deganman-da. Shu qanchalik meni to'g'ri, mana hozir yaxshi ko'rish degan gap. Men fikrim to'g'rilash kiritib ketaman, ya'niki hozirgi aytilgan gapdagi missiya bu asli tirik qolish emas. To'g'ri tushunishinglarni xohlayman. Missiya bu tirik qolish uchun harakat qilinadigan narsa emas. Chunki tirik qolishdagi narsa u hayvonot olamida ham bor.
hatto avlod qoldirish ham emas. Chunki u ham hayvonot olamida bor. Bu nima o'zi asli desa, missiya bu shunaqa narsaki, o'sib jamiyatga hissa qo'shishda bo'ladi. Agar bildirmoqchi bo'lsanglar, qo'ymoqchi bo'lsanglar hozirgi aytilayotgan narsada, sizga lazzat masalan tirik qolishingizga xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin agarda yoqtirmasangiz. Yoki yoqtirib qo'yotgan bo'lsangiz, demak uni puli sizga qiziq emas. Yokida hozirgi mana podkast davomimiz yoki kamera yoqtirgan narsangizni qilyapsizmi? Kechasi uyqularingiz o'chib ketib shu narsa to'g'risida o'ylayapsizmi? Ana o'sha yerda missiya bo'ladi. Missiyani to'g'ri aniqlik kiritib olish uchun eng zo'r narsa nima desa, eng zo'r narsa bu siz shu narsani boshqalardan ko'ra yaxshiroq va zo'rroq xohlab, yoqtirib qila olishingiz va uni jamiyatda qiymati borligi. Agar qaysi narsani to'g'ri belgilab olish desa, shunaqa belgilashinglarni istardim. Hozirgi aytilayotgan har xil narsada qaysi biri ekan deyotgan savol kelayotgan bo'lsa, siz o'zingizga savol beringki, qaysi biri meni kechasi turg'izyapti, qaysi biri ertalab turib, "Voy tur Umidjon, sen jamiyatga hissang qo'shishing kerak, borishing kerak Koreyaga. 2 soat uxlaganing nima bo'pti? 2,5 soat o'sha yoqqa borgan 150 ta odam kutib turibdi" deydigan narsa uyg'otish kerak-da o'zi asli. Agar u narsa uyg'otmasa, demak o'tda emas missiyangiz. Ya'niki hattoki shtanga ko'tarayotgan insonni ham bilsangiz bo'ladi. Demak, kimgadir shtangani 150 kilo ko'tarish imkoniyatini yaratdimi? Uni bog'liq joyi bor. U 60-70 kilo turgan odam xohlasangiz ham 150 kilo ko'tara olmaydi. Ya'niki faqat belgilab olinglar, o'sha narsa har bitta insonning qatta. Endi kommentariy berish uchun aytdim. Rahmat. Zo'r. Hozir qilib turgan ish kunlik bo'lishi mumkin, oylik bo'lishi mumkin. So'z aytgandek, joriy muammolarga yechim o'laroq bo'ladi-da. Lekin uzoq muddatda odam missiyasini qanday topishi ko'pchilik yo'l qidiradi-yu. Hozir ham bir akamiz o'sha masalani gaplashib turdik. Tanlovlar bor, qaysini tanlash kerak? Eshitib, hozir bitta faqat xayolimga bir filtr kelyapti-da, ilhom bo'lib. Qiyomat bo'lganda falonchini o'g'li Mahmud tur o'rningdan deb turib sizni chaqiriladi, dadangiz oti aytiladi. Va qiyomat bo'lganda sizni kasbingiz bilan chaqiriladigan holat bo'lib qolsa, qaysi kasbni o'zingizga ravo ko'rasiz Xudoning oldida turishlikda? Oshpaz Mahmud tur ke deyiladimi? Mahmud qori tur ke deyiladimi? Yo bo'lmasa falonchi jurnalist ke, falonchi aktyor ke, falonchi finansist ke, falonchi sotuvchi ke, eksportyor, qaysinda yuzingiz yorug', vijdoningiz toza, Xudoning oldida turishga uyalmaysiz. O'sha eng zo'r filtr. Juda ko'pchilik masalan shu qiyomatda tirilish masalasini unutib qo'ygani uchun ham hozirgi qilayotgan ishiga hamma oqlov oladi o'ziga. Ya'ni buzuq ishlar qilib turgan ham, boshqasi ham nimalardir ish qilib bahona qilib turib o'zini oqlab oladi, lekin yo'q, qiyomatda falonchi fohisha ke bu yoqqa deyiladigan bo'lsa, u yerda bahona o'tmaydi. Odamlarga-ku nima Xudoni amrini bir amallab tushuntirsa bo'ladi, lekin Xudoga odamlarni tushuntira olmaysiz. Ertaga qiyomat bo'lganda falonchi qani deb turib qidirib yuradigan payt emas. Shuning uchun agar qo'rqmasa, xohlagan ishni qilsa bo'ladi o'zi aslida, lekin tanlov uzoq muddatli missiyaga o'taman desa, uni qilish kerak. Va birdan o'zgartirish kerakmi? Yo'q desa, hozirgi muammozga yechib turgan kasbni, yechim bo'lib turgan kasbni birdaniga tark etib ikkinchisiga o'tish noqulay bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Yangisini qurmasdan eskisini buzma degan maqol to'g'ri-da. Bir odam nohaqdan qamalibdi deydi-yu, latifa. Shunday jahli chiqib ketyapti ekan dedi. Chidalmasdan shunday qulog'ini kesdi-da deydi, haligi otib yubordi deydi derazadan. Panjara ekan, u yog'i qamoq tashqarisi. Yana ham chidalmadi, qo'lini mishni kesib otib yubordi deydi. Burunni kesib otib yubordi. Shunda bu yoqda kamera bittasi ko'rib turib, nomard sekin-sekin qochib ketyapsanmi dedi. Ana shu sekin-sekin transformatsiya kerak bu yerda. Ozodlik ana shunday chiqiladi. G'alati-yu, lekin chiqiladi zato. Hozir savolda ham rosa odami berdi. Janubiy Koreyada tajribali emas, juda tajribali inson. Ko'rgan kechirganlarini tushungan holda
sizlar O'zbekistondan kelgan mehmon sifatida hozirgi Koreyadagi yoshlar berayotgan savollarni O'zbekiston yoshlari bilan solishtirganda qanday farqlarni ko'rdinglar? Qizig'i bu yoqda 5 yildan beri biznes marafon ichidamiz. Bu yoqda ham ayni shu formatda ko'rishganimiz uchun hozir Umidjon akaga rosa seziladi. Keyin agar qo'shimcha qilish shart bo'lsa men haligi aytaman. Aytavering. Farqi faqat koreys tilini bilishida. Bo'ldi, boshqa farq yo'q. Yo'q. Oya Abdurahmon esmingiz? Ukamiz yaxshi gap gapirdi-da. Bu bo'lmaysa otni aytib qo'yamiz. Ichim bo'sh deganday bo'ldi. Umumiy savolda mazmun shu, ichim bo'sh. Abdurahmonning misolida emas, o'zimning misolimda hammamizga aytamanki, inson haqiqat bilan ichini to'ldirib olish kerak. Ruhan xotirjam bo'ladi inson qachon Alloh taolo unga bergan taqsimotga mutlaq rozi bo'lganda va isyon qilmay boshlaganda. Baxt degani shu. So'z bugun ertalab kecha ham suhbatda go'zal narsalar aytdilar. Kimdir oyiga $500 topib baxtli, kimdir millioner lekin badbaxt. Koreya makonni o'zgartirish odamni baxtli qiladimi? Shu O'zbekistondagi badbaxt endi Koreyada baxtsiz xolos. Ya'ni boylik o'zgartiradimi desa, yo'q, oldin velikda bo'lsa, hozir gelikda, lekin badbaxt, ya'ni baxtsiz. Ya'ni eng qizig'i makon ham boyagi moddiyat ham qolib ketadigan narsa. Bu yoqqa endi sekin asta hayot tugab narigi tomonga harakatlangani sayin bizga mavhum bo'lib tuyulgan narsalar aslida moddiyat bo'lib chiqadi. 1 yil oldin qo'lingizga tushgan pullar bor, masalan, oyiga qanchadir topib etgan bo'lsangiz, 1 yil oldin shuncha pul topib etgan bo'lgansiz, shundan kamroq yoki ko'proq. O'shanda hozir $100 qolganmi? 1 yil oldingi hozir mart oyidamizmi? Shu mart oyida topgan pulingizdan $100 qolganmi? Hozir siz olib yuribsizmi desa? Yo'q deyarli. Lekin 1 yil oldin shu mart oyida qilgan yaxshi amalingiz, o'qib qolgan ilmingiz va qilgan ehsoningiz, kimgadir $100 bergan bo'lsangiz, u odam siz uchun $100 olib yuribdi deng. Ya'ni inson vafot qilar ekan mavhum deb o'ylagan, yo'q bo'ldi degan narsalar borlikka aylanadi. Endi 1 yil, 2 yil oldin, mana 1 yil oldin lazzatga kelib turgan yegan ovqatingiz qani hozir? Ko'zimizga mana borliq bo'lib ko'rgan narsalar o'z aslida mavhum, ya'ni yo'q. Yo'q bo'lib ko'ringan narsa o'z aslida bor bo'lib chiqadi. Shuning uchun biz ma'no olamiga diqqat qarataverishimiz kerakki, o'ta moddiyatparast, materialist bo'lib qolmasimiz kerak. Moddiyatga tobora nafsimiz kirishib, yaxshi ko'rib, muhabbatimiz dunyoga oshgani sayin ichimizda bo'shliq ko'payadi. Inson o'zi xohlamagan holda hayotida ma'no qochib boshlaydi, ko'zida ma'no qochib boshlaydi. Moddiyat Xudo bizga nima uchun berdi? Ayni boshqa insonlarga yordam berishimiz uchun. Meni ko'rishim qaysidir ko'zi ojizni ko'rishini ta'minlash kerak. Meni yurishim qaysidir yura olmaydigan odamni yurishiga xizmat qilish kerak. Tushunyapsizmi? Men ba'zan sal nafsim haddidan oshadigan bo'lsa, ko'zimni yumib yurib ko'raman, harakat ko'raman. Yo oyog'imni qimillatmasdan qo'lim bilan harakat ko'raman. Alloh shunaqa yaratish mumkinmi? Yaratish mumkin edi. Lekin unaqa yaratmadi. Nima sen avliyomiding, onadan shunaqa tug'ilding? U ko'zi ojiz tug'ilgan nima, u bir xato qilib gunoh qiluvdimi-ki, unaqa tug'ildi. Endi Xudo taolo taqsimotni har xil bergan ekan. Bu sog'lik jihatdan, pul jihatdan ham va boyagi ilm jihatdan ham, maqom jihatdan ham. Senga berilgan narsa o'z aslida seniki emas. Birovlar senda haqqi bor. Musulmon yurtda bir kambag'al, bir qiynalgan odam, faqir och qolsa, bilginki uni haqqini qaysidir boy yeyapti degan gap bor-da. Ya'ni u zakot berish kerak yoki u o'sha ihson qilish kerak. Biz jamiyatimizda, O'zbekistondadir yo bu yerda vatandoshlar bir diaspora, zaif qatlam, muhtoj qatlam, ehtiyojmand, yordamga muhtoj bo'lib turgan odamga yo'naltirmas ekanmiz o'zimizdagi bor resurs. Bu pul, vaqt, ilm, mehr. O'sha narsa kerak joyga bormadi-yu, endi keraksiz joyga boradi. Qanday boradi desa, avval gunoh qilasiz, keyin jazosi keladi, o'shanga to'laysiz. Qoida shu. Yo yaxshilikka ishlatasan, yo bo'lmasa tortib olinadi. Ya'ni baraka ketdi deb o'ylaymiz. Bolang kasal bo'ladi, mashinangni urib olasan, hokazo, uyingga olib ketish mumkin, ishingda muammo bo'ladi. Birinchi boshlagan biznesimiz hech esimdan chiqarmayman, bir 10 yildan oshdi shekilli. Talabaman. Bir jiyanimiz, ajoyib inson, Sardor degan jiyanimiz kelgan.
Chilonzorda nima? Bekatda naushnik, keyin probing degan narsa bor, atirga o'xshagan. 5000 so'm bo'ladi. Sepadigan. Ana shunaqa yana bir narsalar optimdan olganmizda, shu ukamiz turadi. Ya'ni men diplomatiyaga borib kelaman. Lekin jiyanim juda yaxshi muomalalik, zo'r savdo qiladi. Xudo bergandan beradi deng. Zo'r o'xshab ketdi deng. Bir oyda juda ko'p. Nimaga desa, biz har 40-sini tekinga berardik, ya'ni. O'tib ketayotgan odam falonchi qancha desa, sizga tekin deb turadi. Nimaga? Shu har 40-sini tekinga beramiz deb niyat qilganmiz. Voy, unda ikkita olaman deb turib, ikkinchisiga pul berib ketadi. Jiyam bir to'yga borib keldi. Qaytib kelgandan keyin inson haligi hamma narsa zo'r bo'lib tursa, berib turgan xudoni eslamay qo'yadi-da. Shu 40-chiga keyin xullas kalom bermay qo'ygan. E'tiborsiz bo'lgan. Har kuni bir palakatda. Har kuni. Ya'ni bir kuni haligi ichki ishlar olib ketib qo'ygan uni. Ertasi kuni soliqdan olib ketib qo'ygan. Ya'ni u paytlar chekmek degan narsalar hozirgidek bir rivojlanmagan paytlar. Qo'l bola biznes qilinadigan paytlar. Hali ertalab telefon qilsam, mana pechkaga gugurt yoqib o'tirdim, betim kuyib ketdi, olovman deb o'tirib. Qarasam qosh yo'q. Kiprik yo'q. Va men yangi kunda yuragim unda hovuchlab kutib oladigan bo'ldim. Bugun aniq bir falokat bo'ladi. Qayerdan kelar ekan deyman. Tushunasizmi? Arzimagan, topayotgan narsamiz 2,5%dir va hokazodir. Yaxshilikka yo'naltirmadik, aniq boshqa bir falokatga tayyor turishimiz kerak. Xarajatimiz shu yoqqa ketaveradi. Va bizga boshimizga keladigan musibatlar signal bo'lar ekan. Ey banda, o'zingga kelgin. Bu yoqqa. Va eng qizig'i musibat payti Xudoni eslab qolamiz-ku. Xudo bizdan undan aritadi. Ko'p duo qilganimiz, unga bir xudo joylik qilganimiz uchun aritadi. Keyin sekin unutib o'zimizdan ketib boshlaganimizdan keyin yana musibat beradi, chunki Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini tortgisi keladi o'ziga. Akmal Mirzo akam yaqinda bir video qildi-yu. Kasal bo'lib turib Xudoni ko'p esyapsam, unda tuzalma dedi. Battar bo'ldi. Ajoyib gapda bu. Bitta qo'shimcha qilaman. Bitta katta farq keldi meni hayolimga. Lekin Muhammad Alining gapiga qo'shilaman. Ya'ni o'zi asli tegida farqi yo'q. Yoki farqi bo'lsa ham aytgandek koreys tili yo ingliz tili bo'ladi ko'p holatda. Bitta hayolimga kelgan narsa musofirchilik degan narsa keldi. Ya'ni musofir bu katta yutuq. Juda katta yutuq. O'zimdan faraz, agar musofirlikka chiqmaganimda shu narsa sodir bo'larmidi desa, ko'p holatda yo'q deyman o'zi asli. Avvalo Allohdan, lekin o'zingizga sabablarni yig'ganda nima deb o'ylaysan desa, yo'q. Musofirchilik bu juda katta yutuq. Har bitta insonni, o'zbek yoshlarni tashqariga chiqishi. Shunchalik bu yutuqki, uni mustaqil bo'lishiga, o'zini o'zida ishlashiga, fikrlashiga, to'xtamasdan ishlash kerakligiga, agar ishlamasa uni adasi oyisi yo'ligiga va har xil holatda juda ham qiynalishiga o'zi aslida insonni o'sishiga katta anaqa turtki bo'ladi. Bitta eng katta hayolimdan o'tgan farq shu. Musofirchilik yutug'i bor. Chetga chiqqan inson. Shu musofirchilikka ustoz bu muhitku. Ko'z siymasi rosa boshqalar uchun dardlanadigan yigitlar ko'p ekanda, savollari, gaplaridan mashinalardan biriga keldik. Bir faxrlandim. Va kecha bir qiziq gap bo'ldi. Bu narsani sizlar kuzatyapsizlar, ko'ryapsizlar, shohidi sizlar, undan o'tgansizlar. Ya'ni kelindi Koreyaga. Qiyinchilik. Eng qizig'i ikki xil ssenariy ko'ramiz dedi. Ya'ni ba'zilar bor, shu qiyinchilikdan Xudoni topadi dedi. Ya'ni bir Xudo bexabar yurganu bir ma'rifat hosil bo'lib, namoz boshlab boshqa bo'lib, bir ajoyib o'tib tuzuk odam qilib yomon odatlarni tashladi. Ba'zilar umuman teskarisi. Shu qiyinchilikni orqasidan iymonni ham sotyapti, dinni ham sotyapti, kerak bo'lsa vatanni ham sotadi. Umuman buzuq yo'llarga kirib ketib qolyapti. Sharoit bir xil bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik bir xil bo'ladigan bo'lsa, nimaga ikki xil reaksiya bo'lyapti? Insonni
mansab buzmaydi deyishadi. Yoki pul ham buzmaydi. Mashhurlik ham buzmaydi. Ya'ni mana qiyinchilik ham buzmaydi. Insonni asl eng ichida hali hech kimga ochilmagan asl o'zini zohirga chiqarib namoyon qilib beradi xolos. Pul uni buzmadi, u o'zi avvaldan buzuq bo'lgan, faqat pul bo'lgandan keyin bilib qoldik xolos deng. Sharoit bo'lmagani uchun bildirmay yurgan. Mansab ham, mashhurlik ham va mana qiyinchiliklar ham bahona qilaman desa boyagi yaxshi yo'lga kirganga ham shu bahona. Ya'ni buzuqlik qilganga ham shu bahona. Demak, inson asl bu nasabdan keladimi, boshqa yerdan keladimi? Buni Xudo biladi. Lekin ota-ona gen hukm emas, ta'siri bormi desa qisman ha, lekin insonning o'zini ham qilgan amallari va luqmasi va niyati, mana shu narsalar birlashib ichida asl o'zini shakllantirib turadi. Va lahza, moment bo'lishi bilan u zohirga chiqadi. Endi eng qizig'i o'shani tozalab, u odamning quvvati yetmaydi, Xudo taolodan shuni so'rab turish kerak ekan. Shunga yoshlikdan dadalarimiz duo qiladi. Allohim keng fe'llik bergin. Ketmas davlat degan iymonda bu o'zi aslida. Va boshqa ko'p narsa so'ralardi. Ha, ko'proq insonning buni zohiriy tomoni emas, uy-joyi so'ralmaganda. Ma'naviy shu ruhiyatini poklash haqida gap ketar ekan duolarda deb o'ylab qoldim. O'zbekistonda bir mashhur jumla bor. Shamol bo'layotgan joyda varra o'chir deb. Bir ukamiz Koreyada mana shu ishlab yurgan paytda karislarning qo'lida biroz qiynalganda shu bir ishlatay ularni ham degan masalada xayol kelgan ekan. Shuning uchun shamol bo'lmayapti-yu, shu shamolini ham o'zim yasasam, varragini ham o'zim yasasam deb ijodkorlik qilmoqchi ekan. Shunga bir maslahat bersangiz. Albatta qilsa bo'ladi. Haqiqatda hali aytdik, shamol bo'lgan joyga boringlar, varrayni o'sha yerda o'chiringlar deb. Yana xuddi shu gap ustozga qaytamiz, chunki xuddi shunaqa bizlarning ham ustozlarimiz bor. Ustozlarimga qiynalganimni gapirdim. Ustoz dedim, rosa qiynalyapman, nima qilay? U yoqqa yuguryapman, bu yoqqa yuguryapman. Nimadir nito. Hali akamiz aytdilar, nimadir nito. O'sha narsani topmoqchiman deb muammolarimni aytsam, kuldilar-da. Yo'l oddiy dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nima yo'l tutdilar dedilar. Bitta g'oya bilan dedilar. Bitta g'oya bilan ko'milayotgan farzandlarni to'xtatib qo'yganlar. G'oya nima? Desa g'oya bu shamol dedilar. Deb o'ylab turib hozirgi berayotgan narsa ustozning gaplari. Ustoz aytdilarki, agar varraga uchmayotgan bo'lsa, shamolni qattaligini bilmayotgan bo'lsang, shamolni o'zing yarat dedilar. Qanaqa yarataman desa, shu tutilgan yo'l. Nima yo'l tutildilar? G'oya yaratishing kerak dedilar. G'oyani yaratganingdan keyin shunaqangi o'zi shamol bo'ladiki, bitta joyda turib uchirasan varragingni dedilar. Albatta qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak desa, bitta dona g'oya bilan yaratilgan narsalar aslida oson yechimini topgan. O'sha hozirgi aytilayotgan bitta misol, qiz farzandni ko'milgan paytdagi bitta g'oya bilan o'zgartirilgan holatlar insoniyatda o'sha paytdagi butun odatga aylangan farzandni ko'mishdan to'xtatilganda. Nima qilasan desa, agar imkoniyatingiz bo'lsa, shamolni o'zingiz yarating. Nima bilan yaratasiz? Eng zo'r g'oya bilan yaratiladi. Eng zo'r g'oya yaratsangiz borku, o'zi varrayda ko'rasiz, varra uchirganda, shamol kelganda baribir harakat qiladi yugurishga. Yo'q, bitta joyda turib shunday qo'yib yuborsangiz uchadi. Ustoz ham xuddi shunaqa ma'lumotni berib, g'oyani ustida ishlab, hozir harakat qilamiz bitta biznesda g'oya yaratib, o'sha varragimizni uchirishga. Sababi uni shamoli O'zbekistonda emas, boshqa yoqda esotganligi uchun u shamolni nafaqat olib kelish. O'sha ko'rgansizlar-ku, o'rama bo'layotgan paytda turponimni aylantirib turpoq kattalashib turib, anaqa shamolga aylanadi-ku, uraganlarga. O'shanaqa yaratish fikrlari bor bizda ham. Ya'ni qilish mumkinmi? Qilsa bo'ladi. Buni bitta misol bilan keltirdim. Rahmat. Do'stimiz Janubiy Koreyada juda og'riqli mavzu bor, ya'ni farzand tarbiyasi. Aynan koreyslashgan jamiyatda farzandlarini koreys maktabidan tashqari yana uyga kelgandan keyin diniy, dunyoviy qo'ldan kelgancha yana bir ilmlar berishlikka harakat qilyapti ekan.
Umid qilamizki, Janubiy Koreyada ham O'zbekistondagi yaxshi bir maktablarimizni muqobili ochiladi deb umid qilamiz. Ana shu maktablar ochilguncha bu farzandlarga yana qanaqa qo'shimcha darslar bersa bo'ladi yoki sizlarda taklif berish mumkin bo'lgan onlayn bo'lsa-da darslar bormi va o'g'il va qiz farzandlarni tarbiyasida qanday farqlar, ilm olishlik usullari bor, bular haqida biroz ma'lumot bersanglar. Xo'p. Bu juda dolzarb mavzu. Nafaqat u Koreyada, balki-da O'zbekistonda. Hali biznes marafonda ham bir inson keldida, men energiyam yo'q, shunaqa tushkunlikka tushganmanki, hech narsa qilgim yo'q dedi. Shunda qarab turib xayolimdan bir narsa o'tdi. Nima bo'ldi? Nimadir bunga sabab bo'lgan desam, uyim yonib ketdi dedi. Uyim yonganligi tufayli men katta stress oldim dedi. Hozir aytilayotgan narsada men ham ibrat uchun aytaman, ham bo'lgan voqea deb aytaman. Farzandlarimga har xil savol beraman. Xuddi shunaqa, bizning uyimiz yonida nima qilasanlar deyman. Xuddi emlash bor-ku, emlashga o'xshaydi. Siz u virusni kirgizib qo'yishingiz kerak ongiga. Bo'lmasam haligi insondagi holatga tushadi. Farzandlarga nima qilasan? Uyimiz yonida nima qilasanlar degan savolni beraman. Yo'kida shu darajada beramanki, men o'lib qoldim, nima qilasan deb farzandlarimga so'raganimda, mana shu savolda ikkinchi qizimniki juda qattiq ta'sir qildi. Aytdiki, Yasmina katta o'rtancha qizim, ada YouTube'dagi hamma videoingizni ko'rib chiqaman dedi. Aytim zillikda nuqul eslasam, YouTube'dagi hamma videolaringizni ko'rib chiqaman-da, keyin o'shanga amal qilishni boshlayman. Bu o'zi aslida yoqadiganga o'xshaydi. Aslida bu og'riqli tema. Nimaga og'riqli desangiz, yo'q, siz farzandlaringiz uchun yashashingiz muhimligi va farzandlaringiz bilan birga bo'lishingiz meni mas'uliyatimga aylanib qoldi. Ya'niki, demak, men farzandlarim bilan ko'p vaqt ajratmayotgan ekanmanki, men vafot etganimdan keyin u YouTube'ga tayanmoqchi. Bu juda meni titratdi. Ya'ni shu darajada titratdiki, yo'q dedim. Hozir bu narsani sizga aytyapman, o'zi asli o'zimga aytyapman. Ya'niki nima desa, siz yana nima qiling degan paytda iltimos qilaman hamma ota-onadan, bizani ko'rayotgan ota-onalardan, ota-onani farzandi bilan ko'proq vaqt sarflashi, qolgan hamma narsadan afzalligini bildim. Qolgan hamma narsadan ota-ona o'zini farzandi uchun ko'proq vaqt ajratishi eng muhimligini bitta qizimni YouTube ko'raman, sizni ko'raman deganidan bilib qoldim. Nima qilish kerak desa, bu juda ham hozir mana ijtimoiy tarmoq boshlangandan keyin juda dolzarb bo'lyapti, ayniqsa onalarimizga, sababi bolaga nima tutyapti desa, telefon tutyapti. Nimaga? Jim o'tirishi uchun. Lekin keyin katta bo'lgandan keyin, voy meni farzandim qaramayapti desa, nimaga qarash kerakki? Savolda oddiy. O'zimizdan qidirishimiz kerak. Ya'ni hozirgi bergan savolingizda qat'iy urg'u berish kerak edi o'zi asli desa, men o'zimdagi holatda aytdim. Balkim to'g'ridir, balkim ko'p vaqt sarflayotgandirsiz, balkim hammasi yaxshidir, lekin meni hayolimdan o'tgan narsa ota-ona farzandi uchun ko'p vaqt ajratishi muhim ekan. Endi qiz tarbiyasi bilan o'g'il tarbiyasidachi desa, bir zo'r strategiya bor. Buni menga ota-onam qilishgan va buni ota-onamdan ayolimga tushuntirib, ayolim bilan birga qilishni rag'batlantiraman. Bu nima desa, ota qizi bilan do'st bo'lish kerak ekan, o'g'il farzandi bilan qarama-qarshi bor deb plus minus parallelni ishlash kerak. Xuddi shunaqa ayolimga iltimos qilaman. Qizlaringga qattiq tur va bolalaring bilan do'st bo'l, o'g'illaring bilan do'st bo'l. Meni vazifam, men qizlarim bilan do'st bo'lishim kerak, bolalarimni qattiq tutishim kerak. Ya'ni imkoniyatda bu plus minusi ota-onamiz bizga shunaqa ishlatganligi uchun men har doim yaxshi deb ko'rganman. Hattoki men odamlarning bitta gaplari bor, shu bilan qo'rqib yashaganman deydi-ku. Men bitta o'g'il bo'lganligim uchun, "Amidjon, mabodo bitta o'g'illigim bilan meni otam ham, onam ham aytganimni qiladi" deb o'ylayotgan bo'lsang, bir narsani aytib qo'ying. 10 ta bo'lsang voz kechaman degan. Bu nima strategiya desa, otam ham qizlari bilan zo'r do'st bo'lganlar, lekin meni qattim ushlaganlar har qanaqa holatda. Xuddi shunaqa men ham bu strategiyani to'g'ri deb bilaman, balki-da boshqa fikrlar bordir boshqa insonlarda, lekin menga plusga ishlagan va bu narsani hozir ishlatib kelayotganim menga qulay. Rahmat. Qizingiz bormi yo'qmi sizni?
Ha. Akam bir xil ekanmiz. o'g'il bola otani ikkinchi imkoniyati deb aytdi-yu. Qiz bola butun boshli avlodning ikkinchi imkoniyati bo'ladi, davlatning ikkinchi imkoniyati bo'ladi. Xo'p. Teparoqda qolib ketgan bitta narsa bor edi. Shuni qo'shib olib kelaman mayli. Noliganlar 5% o'tib ketsa, viza berish to'xtatadi deb aytdingizmi? Ya'ni yangi kelganlarni hujjat masalasida, ishlash masalasida, ijtimoiy shu masalasida standart deydimi, o'shanga kirishlikda muammolar ko'zimizga ko'rinadi. Shundan g'am qilayotganingiz va boshqalardan ham ko'pchilikdan eshityapman. Bu juda yaxshi. Shu nima qilsa bo'ladi deb turib savol berdingiz. Bitta bu sen yangi kelgan odamni o'z otalig'ingizga olib, o'shani yaxshi ishi ham, o'qishi ham joyiga tushib ketguncha mas'ul deb bilish kerak o'zini odam. Biz diplomatiyada otaliq tizim bo'lardi o'qigan paytimiz. Birinchi kursga keldingizmi? Yuqori kursdan kimdir sizni otaliq qolading. Misol uchun 3-kursdan kimdir sizni otaliq qoldi. Yo'l yo'riq ko'rsatadi. Buni ustoz mahkam ushlang, juda kuchli odam. Tanaffuslarda ham tinch qo'ymasligingiz kerak. Bunda kitoblar o'qing, buni foydasi bor. Buni fan uncha kerak bo'lmaydi kelajakda. Shunchaki bor xolos, hali yo'q bo'lib ketadi va hokazo. Shu vaqtingiz tejaydi. Qiynalsangiz yordam beradi va hokazo. Eng qizig'i o'sha mas'ul bo'lgan talabasidan o'zidan kichkina kursdan, ya'ni so'raladigan darajada. Senga shu mas'ulmi? Qaramaysanmi sen bolangga darsga kelmayapti va hokazo. Yaponiyada shunaqa ekan, senior junior sistema. 2-kurs bo'lganda bu 4-kurs bo'landing. Bu 3 bo'lganda bu bitirdi desak, 3 endi o'ziga o'xshagan bitta birni olib turib otaliq qilib o'shani joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni bu yerda ko'pchilik qiyinchilikdan o'tib oyoqqa turib olgan odamlar tashqarida ham ko'p. Bu xuddiki bir hamma cho'kyapti, najot kemasi bor, qayiq o'shanga bir amalib chiqib oldi-da. Bo'ldi, xudoga shukr, men qutuldim. Orqaga qaragan yo'q. Bir bechora u bugun minib chiqaman desa, yo'qol, yalangoyoq deb turib eshkak bilan urganga o'xshaydi bir xillar. Yo, sen chiqib oldingmi, chiqqandan keyin eng birinchi qilishing kerak bo'lgan ishing hech bo'lmasa bitta odam tortib chiqarishing kerak. 105 ming taga rozi berdi o'zbek vatandoshimiz bo'lsa, hali yangilar ko'payib ketyapti va hokazo. Kimdir bir mensimay aytgandek bo'ldi, qachondir kelganimda. Yo bo'lmasa ularni tushunmasdan yoki tilni bilmasdan noqulay vaziyatga tushib qolgani bu aristokrat eski kelgan dinozavrga yoqmayotgandek gapirdi. Men o'shanda aytdim, siz o'z umringiz davomida hech bo'lmasa shuncha yil yashapsiz. Yiliga bitta odam oyoqqa turg'izganingiz 10 ta bo'ladi. 10 ta odam hech bo'lmasa yordam berganmisiz? Ishiga, ish topishiga, hozir ish topish muammo bo'ladi deyapsiz. Boshqasiga qilmagan, qilganda u gapni aytmas edi. Mas'uliyat jihatdan har bittamiz o'zimizdan bir oy keyin kelgan odamni bo'lsa ham oyoqqa turg'izishlikka odam o'ziga mas'ul deb olsa, men masalan har yili dekabrda yangi kelayotgan milodiy yil uchun kamida 10 ta maqsad qo'yaman. Agar Koreyada bo'lganimda aniq shunaqa maqsadim bo'lardi. Eng kamida 10 ta bolani oyoqqa turg'izib, dokumenti va hokazo, puli bo'lsa, ish topish, hammasiga yordam beraman. Men bu ishni qilardim ham agar bu yerda yashaganimda. O'zimdan kelib chiqib aytyapman. Minimum 10 ta deb qo'yardim, lekin 40 ta yo 100 ta bo'lardi bu. Boshida kam bo'ladi, lekin keyin ko'p bo'ladi. Masalan, bu ham Jamshid akamda bor, sizda bor, boshqa yaqinlarim, biz hozir eshitgan bilgan odamlarda bor. Lekin agar ommatan shu ham bo'lganda, biz eng kuchli diaspora bo'lardik bu yerda. Hamma hurmat qilardi, hamma hisoblashardi. Tushunyapsizmi? Qaysidir bir o'zbek qizlarimiz ko'chada qolib ketmas edi. Qaysidir qizlarimiz buni ko'chada olgan flyerning orqasidan bir cho'chqa bazm yo bo'lmasa bir haligi nimagadir sig'inadigan haligiga iymonni sotib yo bo'lmasa vaqtinchalik qatnashib o'tirmas, qayerda 200-300 dollar uchun. Shuning uchun ozgina hamiyatimiz bo'lsin. Shu kelayotgan qora ko'zlardan jerkanadigan emas, vatandoshimiz, ukamiz, akamiz, sizga kimdir yordam bergan, shu yerga yetib keldingiz va buni qaytarish kerak 10 barobar qilib turib. Mana shu haqiqiy yaxshilik. Aytdim-ku boya, kimki qilsa yaxshilik, belgili u O'zbekistonlik deb. Bitta qo'shimcha qilaman. Haqiqatda aytilayotgan
gaplar zo'r bo'ldi. Zo'r bo'lyapti ham asli. Qo'shimcha qanaqaki desa, hammamiz musofirchilikda tan olib gapiraylik. Hammamiz musofirchilikka o'zi asli nimaga chiqamiz desa, qo'pol qilib aytganda tirik qolish uchun chiqiladi. Hattoki talaba bo'lib bilim olmoqchi bo'lsangiz ham, birinchi tochkangiz sizni tirik qolish uchun harakatda bo'ladi. Tirik qolish imkoniyatidan chiqdingizmi? Ya'ni tirik qolishdan keyingi darajaga chiqib, siz moliyaviy mustaqilligingizni yaratdingizmi? Keyingi beriladigan savol, shu davlatda men aziz bo'la olmaymanmi degan savolni berish kerak. Hali aytasiz, ikkilamayman, men borish kerakmi, bormaslik kerakmi desa, oddiy yechim bor o'zi. Tirik qolish uchun chiqqan edingiz, lekin tirik qolish imkoniyatidan tepaga chiqdingiz. Imkoniyatlaringizni, moliyaviy mustaqilligingizni, yeb ichishingizni, qolgan hamma narsani обеспечить qildingiz. Keyingi beriladigan savol nima desa, aziz bo'la olmaymanmi degan savolni berish kerak. Asalarini ko'rgansizlar? Asalari agar shu 3 ta narsa sodir bo'lmasa, hech qachon ucha olmas ekan. Bu nima desa, birinchisi nur bo'lish kerak. Kechqurun asalani uchganini ko'rganmisizlar? Yo'q. Har doim yorug'lik bo'lish kerak. Yorug'lik bo'lgandan keyin u harakatga undash uchun albatta yorug'lik chiqsa ham kutadi quyoshni taftini. Birinchi yorug'lik keldimi, keyin quyoshni tafti keldimi, keyin uchar ekan. Inson ham xuddi o'zi asli asalari kabi deydi. Siz ilm olgansiz, nurri ilm desa, ilm olasiz. Aytganingizdek harakat qilasiz. Ilm bilan harakat sizni qaysidir muvaffaqiyatga, tochkaga olib keladi. O'sha olib kelgan paytingizda sizni aziz qiladigan narsa nima desa, o'zingizni millatingizga, o'zingizni tug'ilib o'sgan kinnegiz to'kilgan, kinnegizni qoni to'kilgan yurtda aziz bo'ladigan davlatdan boshqa joy bo'lmaydi. U tochkaga chiqdingizmi? Hattoki endi noto'g'ri bo'lsa ham aytaman, sizni azizligingiz hattoki tovutda ham his qilinishi kerak-da. Masalan, hozir aytilyapti-ku, mana shu har xil davlatda yashayotganda kimlardir vafot etadi, lekin savol beriladiki, sizni azizligingiz qayerda? O'zi asli o'tgacha borish kerak emas, tovutgacha borilish kerak emas. O'lganingizdan keyin nima farqi bor sizga? Aslida, negizida. Lekin ungacha bo'lgan qadamda qayerda meni azizligim degan savolni so'rasangiz, sizni albatta o'sha narsa duh beradi va o'sha narsa sizni yurtingizga undaydi. Asli, negizida. Men bu qarshi gapirmayman boshqa narsalarga. Ya'ni tez boringlar yoki tez nimadir qilinglar demayman. Nega? Chunki Alloh sizlarni rizqinglarni shu yerda berdimi? Mayli, o'sha rizqinglarni topinglar. Lekin qay darajada, qaysi tochkagacha va uni predeli qayerda? Va o'shanga kelgan paytingizda keyingi etap nima desa, o'zi aslida inson baribir xohlaydi-ku, o'z vatanini, o'zini azizligini, o'zini qayerda aziz bo'lishini biladi-ku. Va u narsani qo'yish kerak. Va juda ham katta hamma ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan insonlardan so'rayman. Siz o'sha darajaga moliyaviy mustaqilligingizga yetdingizmi? Ilmingiz bormi? Harakatingiz kuchlimi? Iltimos qaytinglar, chunki O'zbekistonda keraksizlar. Rahmat. Ano esimga tushib ketdi-da hozir. Mana Aziz opam keldilar, Umarova. Hikmatli akam, mana ayollari kelib, ba'di butun ayollar kelib savol javob berib, qaytib o'tiramiz, lazzat deyishganda shaq keldilar. Men bir yuragim hozir buni jizlab ketdi-da. Hozir birinchi men o'yladim, qanday qilsak shuni haqiqatda universitetlarda, masalan, yangi kelganlarni ichida imkoniyati bor, yo'g'i bor. Uni aniqlashni birinchi va ularga o'sha yerdagilardan bitta mas'ul qilib, bu yerdagi imkoni borlarni ular ko'pligini qilishni hozir o'yladim. Endi bunga yana bir maslahatlashamiz inshaalloh. Va bu hozir bu yerdagi bo'lsa O'zbekistonda savol berishdi qizlar Aziz opamga. Aziz opa, O'zbekistonga borgim kelmayapti. Men qayerdansan dedilar. Qashqadaryomi qayerdan dedilar, bir qishloq dedilar-da. Men borma qilaman yoqda dedilar-da. Aziz opam aytdilar-da, o'sha yuragim jizlab ketdi-da. Sen dedilar, siz dedilar Qashqadaryodan bo'lsangiz, palonchi joydan, siz o'sha qishloqdan bironta
pulingiz $100 ajrata olasizmi oyiga? Ha. 10 ta dugoningiz bormi? Ha. $100 ajratsangiz $1000 bo'ladi. Toshkentdan $1000 ga normalniy o'qituvchini olib bora olasiz o'sha yoqqa dedilar. O'sha yerda o'qituvchini o'qita olasizlar. O'zingizni mahallangizda qila olasizlar. O'qituvchi qilib mahallangizda zo'r sharoit qila olasiz. Mana shu yerda Qashqadaryoliklar ko'p dedilar-da. Xohlasangiz siz Qashqadaryoningizni go'zal qilishingiz mumkin. Va siz o'zingiz borgingiz keladigan qilish mumkin dedilar-da. Shunga o'xshab hozir u yoqdagi misolni hozir bu yoqdagi ham haligi bo'lib ketdi-da menda ham. Albatta. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Zo'r mastermind bo'ldi lekin rosa chaqlandi. Xudo siylasin. Hammaga rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat.